Alhamdulillah, mana kecha 125-chaqalog'imiz tug'ildi Ekodan. Homilador bo'lgan patsientkamiz. O'g'il tug'di kecha. Istoriya aytib bering deyapsiz. Xo'p, kimnikini aytib beraman? Давайте Кирилла tanlaymiz. Давайте shuni aytib beraman. Madina dizayner mальчик deb qo'yaman. 3 kilo 664. Balki meni ko'rayotgandirlar Madina. Bu patsientkamiz ismlarini, конечно, adreslarini, yoshlarini aytmayman. Bu patsientka menga kelganlarida meni bitta o'g'il farzandim bor dedilar. Trubalari berk edi va eko qilamiz deb keldi. Juda ham chiroyli, o'zlari ham juda ham chiroyli, turmush o'rtoqlari ham chiroyli juftlik. Ko'rgan odamni havasi keladi. Bitta farzandim bor, ikkilamchi bepushtlik dedilar. Hozir aniq yilini eslolmayman, 4 yilmi, 5 yilmi, 7 yilmi, lekin o'sha patsientim men homilador bo'lmoqchiman, genetik tekshiramiz va menga qiz bola embrionni ko'chirib o'tkazib bering, men bitta qiz tug'ishim kerak dedilar. Xo'p dedik. Haqiqatda eko muolajasiga oldik va muolaja natijasida ikkita embrioncha paydo bo'ldi. Chiroyli embrionchalar. Ularning genetikasini tekshirdik. Bir qiz, bir o'g'il, sog'lom degan genetik javob oldik. Va patsientkamizga embrion transfer o'tkazdik, bachadonlariga a'lo sifatli, sog'lom qiz bola embrionni ko'chirib o'tkazdik. Lekin patsientkam homilador bo'lmadilar o'sha oy. Juda ham xafa bo'lib keldilar. Men homilador bo'la olmas ekanman, mana embrion tekshirilgan embrion qo'yib qo'ysangiz ham bo'lmadi dedilar. Madina xafa bo'lmang, yana keyingisini qo'yamiz. Yo'q, u o'g'il bola, men qiz tuqqim kelyapti dedilar. Keyin sekin gaplashib bildimki, что ozgina uylarda o'zi muammo va shu uylardagi muammoni farzand tug'ib yechishga harakat qilyaptilar. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Nimagadir kelgan juftliklar farzandim tug'ilsa, erim bilan munosabatim yaxshi bo'ladi, qaynonam meni inson sifatida qabul qiladi degan javoblarni eshitganman va nihoyat meni oilaligiga qabul qilishadi degan javoblarni eshitganman. Nimaga sizga farzand kerak deyilganda. Yoki aytishadiki, turmush o'rtog'im bilan ko'p urushib qolamiz, farzandli bo'lsak balki baxtli bo'lib ketarmiz, baxtsizmiz deyishadi. To'g'ri, farzand bu juda ham katta Alloh tomonidan berilgan oliy ne'mat. Haqiqatda farzand bu baxt. Lekin baxtsizlikni yamaydigan, baxtsizlikni to'g'rilashga vosita bo'lmasligi kerak deb o'ylayman. Avvalo shu narsaga ishonamanki, farzand o'zi ota-onasini tanlashiga. Va ko'pincha patsientlarimga shunaqa deymanki, tasavvur qiling, siz kichkina chaqaloqchasiz. Sizdagi ayoli chaqaloqcha tanlagan bo'larmidi yoki sizdagi oilaga, siz yashayotgan muhitga chaqaloqcha kelgisi kelarmi desam, ko'pincha o'ylanib qolishadi. Ya'ni juda ham katta ta'sir qiladi patsientlarning ruhiyati, ularni nima niyat bilan, nima maqsad bilan homilador bo'lishmoqchiligi natijamizga juda ham ta'sir qiladi. Xullas, shu patsientkam bilan dildan suhbat qilganimizdan keyin o'zlariga kelib, "Yo'q, mayli, ular yengitdan protokol boshlaymiz, yengitdan eko boshlaymiz" deb kelgan edilar oldimga. Nimaga? Chunki menga qiz bola embrion kerak, qiz bolaga yana boshqatdan eko qilib harakat qilamiz degan edilar. Yo'q, bu ham embrion, bu ham sog'lom, davaycha shuni qo'yamiz deb ko'ndirganimdan keyin bachadonlarning ichiga shu embrionchani qo'ydik va chiroyli 9 oyda o'g'il bola tug'ildi. Bu patsientkam, kstati, yana eko qildirib homilador bo'lish niyatida hozir tayyorgarlik etapida yuribdilar. Chunki afsuski bo'ladi, tabiiy homiladorlik bo'lmaydi. Chunki ikkala trubalari ham berk. Bilasizlarki, trubalar berk bo'lganda homilador bo'lishning eng effektiv yo'li, mayli yagona yo'li deb aytmayman, eng effektiv yo'li bu eko. Shuning uchun bu patsientkamizga yana niyatlariga yetib, chiroyli qiz o'g'il farzandlarni Allohim nasib qilsin. Agar sizga videorolikimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta buni kommentariyada yozib qoldiring. Qiziqarli savollaringiz bo'lsa ham, albatta biz ularga keyingi videoroliklarda javob berishga harakat qilamiz.